Allo, assalomu alaykum. Qalblarning qadrdoni bo'lgan mehribon oila a'zolarining g'amxo'r insoni Irodaxon opajonim, yaxshimisiz? Rahmat. Kim bu? Sog' va salomatmisiz? Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Sog' bo'ling opajonim, salomat bo'ling. Bugungi kunlaringiz fayz va barokatlarga, xayrli amallarga ma'lum to'lib o'tayotgan bo'lsin va bugungi qarshi olgan yana bir bor bahoringiz, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ilohim 100 yoshlarga kiring opajonim, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring. Doimo yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib uzoq umrlarni ko'ring. Biz sizni ayni damda, ayni soniyalarda kutilmagan qo'ng'iroq studiyasi orqali sizni bezovta qilib turibmiz. Bizga sizni ko'nglingizni ko'tarish maqsadida sizga atalgan chiroyli ezgu tilaklar yetib kelgan, albatta yaqinlaringiz tomonidan. Taxmin qilib ko'ra olasizmi, bizga tabriknoma yo'llagan insoningiz qaysi yaqiningiz bo'lishi mumkin? Ayam, dadam. Albatta opajonim, sizni yaqinlaringiz tomonidan yetib kelgan. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'rib, jonini berguvchi dadajoningiz Oybek akamiz, onajoningiz Naziraxon, opalaringiz Yulduzxon, Sadoqatxon, akajoningiz Qosimxo'ja va keliningiz Umidaxon opamiz tomonidan yetib kelgan bizga shunday chiroyli ezgu tilaklari. Rahmat. Iloyim mehr-oqibatinglarga hech qachon ko'z tegmasin. Agar ruxsat bersangiz, ularning chiroyli qalbi hollarini sizga yetkazib qo'ysam maylimi? Mayli. Xo'p bo'ladi. Mana shunday go'zal satrlar albatta siz uchun atalgan qani marhamat. Shirin so'zi bilan ajralib turgan, barchani qadrlab birdayin ko'rgan, mehr bilan boqib, mehrga ko'mgan, dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Misli oy yuzligim, g'ururi osmon. Balodan tayanchim jonimga posbon, Allohim asrasin doim har qachon. Dunyoda tengi yo'q opam bor meni. Assalomu alaykum, qalbim to'pidagi yaqin insonim. Ifora jannatiy bo'lgan suyukli opajonim o'zimni. Avvalambor qalbi suvdan tiniq, orzulari bepoyon, yaqinlarga mehribon, nihoyatda kamtar hokisorim, hamisha yordamgacha mehribonim. Allohim sizni o'z panohida asrasin. Sizga siz kutgandan-da ziyoda kunlar ato etsin. Sizga doimo baxtlar tilayman. Shu go'zal yuzingizda kulgu tabassumlar hech qachon arimasin. Opajonim, hamisha sevinchingizda sherik bo'lib, yoningizda yurishlik nasib etsin. Umringiz uzun, dasturxoningiz to'kin, iymoningiz butun bo'lsin. Rejalashtirgan barcha ezgu niyatlaringizni Allohimdan o'z ijobatlarimda so'rab qolaman. Yana bir bor go'zal yoshlaringiz muborak bo'lsin. Sizga dunyodagi jamiyat yaxshiliklarni, ikki dunyo baxtini, saodatini tilayman. Ilohim, kulgan yuzingiz g'amni, ko'rgan ko'zingiz aslo namni ko'rmasin. Doimo xursand, doimo shodon yurishni davom eting. Hamisha Allohimning panohida bo'ling. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Jamiyat yaqinlarni va bizni baxtimizga sog' salomat bo'lib, uzoq umrlarni ko'ring. Mening mehribonim, mehrligim, tanhoginam, qadrligim, matonatli, sabrligim, jon opam, jonim opam, yuzlari to'lin oyim, o'zi ming gul chiroyim, ipakdek ko'ngli muloyim, jon opam, jonim opam, tong misoli beg'uborim, yolg'izim betakrorim, gul rayhonim bahorim, jon opam, jonim opam, dildan yaxshi ko'rganim, doim holim so'rganim, onam kabi yaqinim, jon opam, jonim opam deya sizni sevimli singlingiz, ya'ni keliningiz o'zining betakror tilaklarini yakunlagan. Rahmat. Rahmat. Minnatdorman vaqtingizni olganim uchun. Shirin joningiz Allohning o'ziga omonat. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Ilohim opajonlarni umrlari uzoq bo'lsin, mehr-oqibatlarga ko'zlar tegmasin, musiqiy sovg'alar yangraydi, qani marhamat. Onangizga o'xshab ketar qoshlari, endi yoshmas ulg'aymoqda yoshlari, hech oqmasin alam degan ko'z yoshlari. Opangizni yo'qlab turing singillar, hech bo'lmasa bir oyda bir